Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar darsimizga. Bugungi darsimiz ozgina qo'shimcha dars bo'ladi inshaalloh. O'tgan darsimizda biz o'tgan mavzularni bir sira yengil takror qilib o'tamiz. Va darsga kira olmay qolgan o'quvchilar uchun bu qo'shimcha bir ma'lumot, qo'shimcha dars bo'ladi. Darsga kirganlar uchun bu takrorlash bo'ladi ekan. Demak, yuqoridan boshlaydigan bo'lsak, bugun men sizlarga aytganimdek, birinchi biz mana welcome to toplanishdan boshlaganmiz. Introduce yourself deb o'zimizlarni tanishtirishlardi. How are you? How is it going? Hello, hi deb o'zimiz bilan tanishdi va unga javob berishdi. Nice to meet you, glad to meet you, it's a pleasure to meet you deb aytishlarni o'rgandik inshaalloh. Undan keyin greet people, odamlar bilan salomlashish, kunda har xil hollarda good morning, good afternoon, good evening deb bu bo'ldi formalniy, ya'ni formalniy holatida, qolganlarda hi, hello, yep, what's up deganlar bular non formal, ya'ni casual life deb qo'yadi. Buni oddiy hayotimizda ishlatadigan so'zlar. Bu good morning, good afternoon ko'proq formal, biron bir ofitsialniy joylarda ko'proq ishlatiladi bu narsalar. Great people, how are you? How is everything? How is it going? Responses, ya'ni javoblar fine, I'm fine, great, not bad deb shunday javob berdik. Xayrlashishlarni o'rgandik. Say goodbye, see you tomorrow, bye, see you later, take care. Bular hammasini yodlashimiz, yaxshi bilishimiz kerak ekan. O'ta oson o'zi. Qiziqqan men yaqinda bir narsani o'rgandim o'zim uchun. Haqiqiy o'rganish bu o'ta jon dili bilan qiziqib o'rganish. Agar qiziqib o'rganolmaysiz ekanda, o'sha qiziqib jon dili bilan o'rganishimiz kerak ekan. Ana shu haqiqiy o'rganish bo'ladi ekan. Learning deb shunaqa inglizcha ibora bor. Demak, unit names. Names and occupations, bularni yodlaymiz. Teacher, student, an architect, an actor, an athlete, a musician, an artist, a banker, singer, and flight attendant. Agarda o'qishlarimni yaxshi bilmayotgan bo'lsangiz, ssilkasini ham jo'natib qo'yganman. Undan tashqari o'qib ham berdim. So'rasanglar bo'ladi yana inshaalloh. Undan keyin biz MSR ni alohida dars qilib jo'natganman. Video darslik gruppamizdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yerda MSR ni tushuntirgan. Ya'ni to be ni I am an, you are an architect, he is a teacher, she is a singer. Bularni tushundik. E bilan n ni farqi, an article e va n. E qachon ishlatiladi ekan, ko'rib turganlarda bosh harfi t bo'lyapti. Teacher, ya'ni qanaqa harf? Undosh harf deyiladi o'zbek tilida. Rus tilida согласный harflar bo'lsa e qo'yiladi ekan. Unli harflar bilan boshlansa n qo'yiladi ekan. Buni tushundik. Undan keyin bu yerga mana shu grammatikani qilganmiz. O'zlarim yana bir qilib ko'rsam bo'ladi. E yoki n ni qo'yamiz ekan. Mana ko'rsatadigan bo'lsam, e yoki n larni qo'yib chiqamiz ekan bosh joylariga. Then keyin sherik bilan ishlashlik bor. Gaplar tutsanglar bo'ladi bu yerda. Qo'shimcha vazifalar ekan. Va birinchi lesonda oxirida mana bu aktyor va aktrisalar yoki sportsmen, shular haqida yozishimiz kerak ekan. Matt Damon haqida. Misol uchun Matt Damon, he's an actor, he's not an architect. U aktyor, u arxitektor emas deb ikki xil variantda, bittasi pozitivniy bo'lsin, affirmative bo'lsin, bittasi negativniy variantda qolganlarga ham aytib chiqamiz ekan. Taxmin qilib, ular kimligini aniq bilishlar shart emas, shunchaki rangidan, ko'rinishidan, o'sha emblemasdan turibdi kim ekanligi. What do you do? I am an architect, and you? I am a banker. Tanishish va uni nimasida uni kasbini so'rashdi, o'rganyapti. Keyin identify your classmates.
Bu darsda ham xuddi NTPdagi o'xshab yana kasblarni qo'shimcha o'rganamiz ekan. Sinfdoshlaringizni, sinfdosh deb yana maktabdagini aytmaymiz, guruhdoshlaringizni kasbini aniqlang deyapti. Kimligini aniqlang ya'ni deyapti. Demak, she's a chef, she's a writer, she's a manager, she's an she's a scientist, he's a doctor, she's an engineer, he's a photographer, and he's a pilot. Demak, bu yerda nimalar o'rganamiz ekan? Singular nouns and plural nouns. Singular o'zi ko'rinib turgandek bitta narsaga aytiladi. Bu esa ikkita, uchta bo'lgan o'sha ko'plik degan ekan. Demak, singular bu birlik, plural bu ko'plik ekan. Singularda degan, n deganlar artikllar ishlatsak, pluralda ishlatmaymiz ekan. Aksincha uni oxirida, so'zlarda oxiriga s qo'shamiz ekan. Chefs, athletes, teachers, doctors, pilots shunday ketaverar ekan. Bu gaplarimizda ham aks etishi kerak ekan. We are photographers. We are photographers. We are photographers. Ya'ni qisqartirishlarni o'rgatyapti bu yerda. Ikki xil yozsak bo'ladi ekan yoki we are not chefs. We are not chefs. We aren't chefs. Shunday qilib aytsak bo'ladi ekan. Buni hech qanaqa farqi yo'q. Faqat yozuvda bizda uchrab qoladi. Qisqartirilgan formasida ham yozishadi. Shuning uchun buni bilishimiz o'zimizga foyda ekan. Aytayotganda ham we are not desangiz ham bo'ladi, we aren't desangiz ham bo'ladi. Shunday qilib, undan keyingi bularni mashqlarni bajarasizlar uydan, qilganmiz, qilmaganlar qilsin. Yes, no questions. You are an architect degan so'z gap bo'ladigan bo'lsa, mana shu gapni savolga aylantirish uchun are-ni oldiga olib o'tamiz ekan. Are you an architect? Are you an architect? Is he an architect? Is Tanya an architect? Shunday qilib, qolganlarda ham shunday ketadi ekan, alohida nimalarni va bu yerda mashqlar bor, bularni bajarganmiz, shularni ko'rib yana o'zingizlar bajarsanglar bo'ladi. Alohida o'zingizlar bajarish uchun ham men qilinmaganini ham jo'natganman. Identify your classmates. Excuse me, are you Mary? Siz Mary'misiz? No, I'm not. I'm Laura. That's Mary. Deb, where? Right over there. Thank you. You're welcome. Demak, mana shu ikkala kishini dialogini va uni adashib qolib, buni siz Mary'misiz deb so'raganini ko'ryapmiz. U ko'rsatib yuboryapti. Ana Mary deyapti. Shunday qilib, biz bu yergacha shunday o'tdik. Bularni hammasini 1 soat, 2 soatdan dars qilganmiz. Undan keyin spell names ham biz o'tgan safar darsga kirganlar bo'lsa, salkam men точно 2 soat dars o'tdik. 2 soatda biz nimalar qildik? Vocabulary mana buni eshitib chiqdik. Ya'ni bu ABCD shunchaki alfabet. Alfabetdan keyin tagida nimalarni eshitib, yana bularni eshitib qaysi birini aytganini farqladik. Bularni sizlarga jo'natib qo'ygan eshitasizlar. Listening comprehension, ya'ni eshitib to'g'risini belgilash kerak bo'ladi. Mana bu yerda ham biz qilganimizni o'chirib tashlaymiz va sizlar o'zingizlar qilishlar kerak bo'ladi. Eshitib qilish kerak bu mashqlarni. Bu shunchaki harflar bilan, spelling bilan bog'liq bo'lgan harf nimalar, vazifalar ekan. Undan keyin proper nouns and common nouns deb kelgan. Proper nouns bu belgili otlar desak bo'ladi. O'zbek tilida, ingliz tilida proper nouns deyiladi. Bu ismlar. Bunga kimlar keladi? Ismlar, yer suvlarda ismlar, atlari, shaharlar, mamlakatlar ismlari, odamlar ismlari keladi. Bo'ldi, shu oddiy katta harf bilan yoziladigan har qanday narsalar bu proper nouns bo'ladi. Buni shunchaki bilib qo'yishimiz kerak xolos o'zimiz uchun. Bular capital letters bilan yoziladi. Bular mana shu. Ikkinchisida common nouns esa oddiy so'zlar. Bular oddiy kichkina harflar bilan yoziladi. Ertalab, doktor, student, yana nima bo'lishi mumkin? Planshet, telefon, gul, eshik, kitob, daftar hammasi bular bunga kiradi ekan.
Mana shunday qilib lower case letters bo'lar ekan bu. Bularni shunchaki bilib qo'yishimiz kerak ekan. Bularga misollar topsak bo'ladi uydan. Va undan keyin bizda dialog keladi. Bularni qilganmiz. Bularni men videosini jo'nataman, eshitib qilishlar kerak bo'ladi. Grammatika bo'yicha. Misol uchun qaysi biri to'g'ri? Bularni bunday o'chirib tashlaylik. Misol uchun aytadi. Mary case to'g'ri yozildimi? Xato yozildimi? Mary case katta bilan yoziladi. Ha, name kichkina bilan yoziladi. Ha, to'g'ri. Shunday to'g'ri nimalar bilan belgilaysizlar ekan. Circle proper nouns. Proper nounslarni belgilaymiz ekan. Yani katta harf bilan yozilgan. Bittasi shu ekan va friends ekan. Shunday qilib belgilab, ularni ishlaymiz. Pair workda ham bunda yana davom ettiramiz menimcha. Hozir keyin undan keyin mana John Bella haqida dialog ekan. Hello, I'm John Bella. Excuse me, John Bella. How do you spell that? Yani qanday, can you spell that desa ham bo'ladi buni. Can you spell that your name desa bo'ladi. Can you spell your surname desa bo'ladi. Va bular hammasi ismingizni harf aytib bera olasizmi degani. Va bu chet ellarda juda ham ko'p ishlatiladi. Chunki ismlar har xil talaffuz qilinadi, har xil mamlakatlardan juda ham keng tarqalgan ingliz tili va har xil mamlakatlardan har xil insonlar keladi. Ular ismlari yozilishlarini bittada anglab olisha olmaydi va xato bo'lishi kerak emas. Ismlarda ayniqsa bu dokument bo'lganligi uchun shu sababli spelling degan narsa chiqqan. Buni albatta bilishimiz kerak ekan. Mana shunga hammasini ishlatib butun bir dialog tuzamiz deb aytgan edim. Mana misol uchun oxirida mana bu yerda takror darsimizda odamlarda rasmlar turibdi. Mana shu rasmlarga qarab, demak, ugadach qilamiz o'zimiz. Taxmin qilamizki, bu kim? Qani pilotga o'xshayapti, bunga o'xshayapti. Keyin tanishib qolishdi, so'rashdi. Sen qayerdasan? U yerdansan, u yerdanman, bu yerdanman. Men kasbim bunaqa, men bunaqaman, bunaqa bo'lib ishlayman deb o'zini tanishtirib va shunday bir-biri bilan gaplashayotgan dialoglar tuzsanglar bo'ladi qisqa-qisqa. Undan tashqari umumiy o'zinglar fantaziya qilib, to'liq bitta misol uchun shu 3 ta unitni hamma o'tgan narsalarni o'z ichiga oladigan bitta dialog tuzsanglar, mana shu ikki vazifa.